aka, do'muz sotganmisiz? Men sizga mana shu 2 qavatli kottejimizni tavsiya qilgan bo'lardim. Qarang, Toshkent shahar, manzilimiz Sergeli Xonobodda joylashgan. Katta ko'chadan taxminan 500 metr kirganingizda uyimizdan yer maydoni 103 ga joylashgan, 2 qavat, 4 ta xona, yangi remont, hech kim yashamagan. Yaxshi-ku, to'g'rimi? Narxi 85.500 dollar bo'lsa, ozgincha kelishtirib beriladi. Sizlarga hozir ishlarni ko'rsatib chiqaman. Qani ketdik. Qarang, bemalol bitta mashina qo'yishingiz bo'lar ekan. Sifatli traventilda qilingan, yangi remont, tapchanga ham joyimiz bor ekan. Kirishingiz bilan mana shunaqa koridor joylashgan. Bu yerda mana oshxona, hamma xonamizda cho'pli pol, radiatorda isiydi. Hamma xonalarda ahamiyat berasizlar, oynalari ham bor ekan. Bu yerda mana mehmonxonani qarang, kattaligini. Bu ham katta ekan bu. Bu yerda mana umumiy sanuzel. Endi esa ikkinchi qavatga ketdi. İkinci qavatga chiqishimizda mana bolalar yotoqxonasidan boshlaymiz. Oynani ko'rasizlar. Bu yerda kattalar yotoqxonasi, kattagina umumiy sanuzel va oxirgi xonamiz bolalar yotoqxonasi qorsa bo'la. Uyimiz yoqsa, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shu videomizni mana shunaqa 2 qavatli kompaktniy kottej qidirayotgan do'stimizga yuborib qo'yamiz. E'tibor uchun rahmat. Omon bo'linglar.